Demek Python'da funksiyalar va Lambda funksiyalar umuman ular to'g'risida to'liq gaplashib olamiz. Men bir PyCharm proyekt ishlab tushirib qo'yaman. Xo'sh, funksiyalar Pythonda umuman boshqa dasturlash tillaridan xuddi shu strukturada non-voice bajaradi. Nimaga bizlarga kerak bo'ladi, qanday imkoniyatlari, qanday qulayliklari bor, shular to'g'risida gaplashib o'tamiz. Demak, funksiya asosan Python dasturlash tilida ikki turdagi funksiyalar mavjud bo'lib, ular o'rnatilgan kutubxonalardagi standart funksiyalarimiz va foydalanuvchi yaratgan funksiyalar bo'ladi. Bular misol uchun biz avvalgi darslarimizda ishlagan sodda proyektlarimizda ko'p ishlatadigan abs, misol uchun sonni modulini, ya'ni absolut qiymatini qaytaradigan metodlarimiz, keyin all obyektni barcha elementi takrorlanuvchi, ya'ni iterable bo'ladigan bo'lsa, demak true aks holda false qiymat qaytaradigan, undan tashqari bin, dir degan quyidagi jadvalda ko'rib turgan metodlaringiz, funksiyalaringiz bor. Undan boshqa format, max, minimum, maksimum, open, hamda pow degan quyidagi izohlari va o'zi atamalari kiritilgan funksiyalarimiz bor. Bularni ham ko'rib chiqsangizlar bo'ladi. Demak, o'ziga xos bu yerda ko'rsatilgan tarifi bo'yicha maxsus kodlarni qaytaradi. Qanday ishlatib ko'ramiz? Demak, bizda hozirgi ekran to'liq ko'rinib turibdi. Masofaviy yangi bir fayl yaratib qo'yamiz. Uchun Python funksiyalari. Yangi fayl yaratamiz. Bunu yapamiz. Misol uchun qaraymiz, misol uchun chir belgilangan sonning Unicode kodini ifodalovchi belgini qaytaradi. Misol uchun print chir, ya'ni char i belgilangan berilgan sonning Unicode, sonning bo'lmasa umuman belgining Unicode'ini. Misol uchun b harfi. Mana ishlatamiz. Xo'sh, berilgan sonning ekan bu. Mana. Unicode quyidagi ko'rinishda. Misol uchun 96. Mana 96-belgi, ya'ni backtick. 165. Mana 65imiz katta A. 93 kichkina A. Hadi. Yanglishmoqchi. Xullas quyidagicha belgilarni qaytarib beradi. Standart funksiya. Misol uchun printni o'zi ham bir standart funksiya hisoblanadi. Keyin maksimum iteratsiyada eng katta elementni qaytaradi. Qaraymiz. Komment olamiz. Misol uchun list 1 eng ixtiyoriy sonlar. Print qilamiz. Print max list 1 ishlatamiz. Bizning listimizdagi maksimal elementni qaytarib beradi. Mana 20. Va hokazo bo'lgan metodlarimiz. Undan tashqari eng ko'p sikllarimizda ishlatilgan range funksiyamiz, round funksiyamiz, sorted, sum, map, zip, filter degan quyidagi funksiyalarimiz bor. Endi eng ko'p ishlatiladiganlari bu yerda o'zlaringiz ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Endi funksiya o'zi nima maqsadda ishlatiladi? Demak,
faqat murojaat bo'lgandagina ishga tushuvchi dastur bo'lak hisoblanib, demak funksiyalarga bir marta yoki bir necha marta takroriy murojaat qilish mumkin. Ular dev kalit so'zi bilan yaratiladi. Demak, ko'rib turganlaringizda dev kalit so'zi, ya'ni definition degan so'zdagi, keyin funksiyaga nom kiritamiz, albatta o'zgaruvchilarni nomlash qoidalari bo'yicha. Keyin ikkita qavs, bu oddiy qavsni ichida parametrlar bo'lishi mumkin. U parametrli funksiyalarni oldinda tushunib o'tamiz. Keyin ana shu bir tab, xuddi ifni bloki yo forni bloki kabi bir tab surib funksiyani tanasi yoziladi. Misol uchun quyidagida my function degan funksiyamiz ichida birgina operatsiya print hello world degan yozuvni chiqarib beradi. Chaqirib olish quyidagicha bo'ladi. Ishlatamiz. Misol uchun dev att greeting, att salom degan funksiya ishlatamiz. 2 nuqta. Endi funksiyani nomasi bo'ladi tanasi. Mana shu dev degan dni darajasidan bir tab suramiz. Ana shu at salom degan funksiyani tanasi bo'ladi. Bizlar print qilib bersin. Print salom at masofaviy. Endi dev funksiyani tanasida faqat birgina operator bor. Uni tanasidan chiqish uchun kamida bir ikkita enter tashlaymiz. Ikkita enterdan keyin, masalan, 5-qatordan boshlab uni tanasi tugaganligini bildiradi. Lekin e'tibor bering, kod yozganda yana bu tabda ishorada yozib ketmaysizlar. Buni xatolik hisoblanadi. Shuning uchun dev funksiyasi tamom bo'lgandan keyin yana boshidagi bu gök chiziqni ko'rib turibsizlar-ku. Mana shu gök chiziqni darajasida yozib ketamiz. Xo'sh, buni shart emas. Hozir avtomatik yozib berdim uni. Demak, bu yerda funksiyani ishlatamiz. Att salom. Yana shu att salom. Att salom. Bizlar funksiyani bir marta e'lon etdik. Xohlagancha chaqirishimiz mumkin bo'ladi. Har safar chaqirilganda funksiyani odi, keyin qavsi qo'yiladi. Runni bosamiz. Demak, salom att masofaviy deb 3 marta ishladıği uchun biz att salom degan funksiyani tanasida faqat birgina print komandasini ishlatib qo'yadi. Demak, necha marta chaqirib olsak, shuncha marta ishlab beradi ekan. Keyin pass kalit so'zi. Bizda misol uchun funksiya yaratdik va bu yerdan dev misol uchun test function degan funksiya yaratamiz va funksiya yaratilgandan keyin tanasi bo'lmasa xatolik hisoblanadi. Bu yerga ketamizda boshqatdan dev deb boshqa main funksiyasi yo shunga o'xshash bir funksiya yaratib, uni tanasini yozib yo boshqa bir holatlar qiladigan bo'lsak, inan bu yerda yaratilgan funksiyamizni tanasi bo'lmasa xatolikka uchraydi. Ana shu xatolikni, misol uchun biz funksiya yaratacakmiz, lekin hali tanasini yozishga g'oyaga turibdi. Ana shunday holatda biz pass kalit so'zidan foydalanamiz. Ana shu pass kalit so'zi funksiyani tanasi bo'sh ekanligini bildiradi va xatolikni bartaraf etish uchun foydalaniladi. Xo'sh, ketdik. Pass kalit so'zini aytdik. Umumiy strukturasi endi parametrli funksiyalardan foydalanish. Demak, umumiy struktura quyidagicha dev kalit so'zi, keyin funksiyaning nomi, xohlasa ana shu qavsning ichida parametrlar qo'shishimiz mumkin. Keyin return kalit so'zi. Return kalit so'zi nima vazifa bajaradi? Yozamiz. Bularni kommentga qo'yamiz. Dev kalit so'zi, misol uchun sum degan funksiya a, b, c parametrlar berilsin va
s teng a plus b plus c degan parametr va return kalit so'zi. Return s. Return kalit so'zi bizana ina shu funksiyamizni chaqirgan vaqtimizda ina shu quyidagicha parametrlar qo'yib, ularni yig'indisini qaytaradi degan. Qaytaradi degan nima bu? Misol uchun bir o'zgaruvchi ochamiz. B teng, b bo'lmasin, yig'indi teng demizda sum 1 2 3. Ba'zi Pythonda IDE'mizni temasi shunday o'zi a2 nuqta b2 nuqta deb o'zi yozib beradi, lekin biza faqat 1 2 3 degan qiymatni yozdik. Sumdan keyin 1,2,3. Bu a2 nuqta faqat bir izoh sifatida ko'rsatib turibdi sizlarga. Parametrlar, qaysi parametrga nima qiymat kirityapmiz, shularni ko'rsatib turibdi. Xo'sh. Endi print yig'indi. Print yig'indi. Sum degan funksiyamiz 1 2 3 ni yig'indisini yig'indi degan o'zgaruvchiga qiymatni uzatdi va biza print komandasi yordamida yig'indini ekranga chiqardi. Mana bu yig'indini o'rnina sum 1 2 3 deb yozsak ham bo'ladi. Ikkisi ham bir xil qiymat. Faqat bunda ortiqcha o'zgaruvchidan foydalandik, bunda esa faqat printni o'zida komanda kiritdik. Mana uchisini yig'indisi 6 degan qiymatni qaytardi. Endi qiymat qaytaradi va qaytarmaydi. Misol uchun yana bir def sum2 degan funksiya yaratamiz. Yana shu abc faqat return kalit so'zni qo'yamiz. Print yig'indi. Ishlatamiz. Bizda print sum degan komandamiz, funksiyamiz bor. Bunda yana bir funksiya sum 2 1 2 3 4 yo'q 3 achaga. Sum 2 da biza faqat sum 2 ni o'zini yozdik, sumda esa print komandasi bilan yozdik. Farqi biza sum 2 da print komandasi bilan o'zi ekranga natijani chiqarib beradi. Va keyin sumni o'zida esa faqat return kalit so'zi bor. Bu qiymat qaytaradi. Qiymat qaytardi degan bilan ekranga print chiqardini farqi bor. Buni ishlatamiz. Birisi qiymat qaytaradi, buni lekin sum deb teng deb o'zgaruvchi ochib, bunga qiymat berib bilamiz. Chunki xato. Buni hech qanday no'si qiymat qaytmaydi. Bunda return kalit so'zi bo'lmaydi. Return s desak, unda bo'ladi. Ishlatdik. Bizada return kalit so'zi yordamida ni qiymatlantirdi, qiymat berdi, print komandasi yordamida ekranga chiqardi, bo'ldi. Demak, funksiyamiz ishlab turibdi. Endi argument. Argument tushunchasi, mana shu biza my function bunda ism, familiya ko'rinishida argumentlar kiritdik. Misol uchun bir oddiy funksiya yozib bering sizlarga, matematik funksiya, bu maktabda o'tgan. Misol uchun def chiziqli funksiya demasdan parametrlarni yozamiz. B misol uchun y teng kx plus b ko'rinishidagi funksiya bo'lsin. Bizada algebra kursida ma'lum bu fx teng kx plus b ko'rinishida. Bu deganimiz agar fximiz teng 2x plus 1 ko'rinishida bo'lsa va f 3 deganimiz ina shu nerda x bo'ladigan bo'lsa 2 ko'paytiruv 3 plus 1, ya'ni 7 degan qiymatni qaytaradi. Xuddi chiziqli umuman bizani Pythondagi funksiyalarimizdan mana shu parametr degan vajimiz narsamiz xuddi shu ko'rinishda ishlab beradi. Chiziqli funksiya dedik, bizlara x ni o'zini qaytaramiz. Chiziqli funksiya 2 nuqta teng, xo'sh, y teng 2 ko'paytiruv x plus b'miz 1.
mana yuqoridagi yana x'imiz berildi chiziqli funksiyada, ya bo'lmasa chiziqli funksiyada f deb qo'yamiz. Buni chiziqli funksiya o'zi bo'lib tursin. Return y. Ishlatamiz. Bizada f x teng chiziqli funksiya, misol uchun kaust ichida 10 bo'ladi. 10 bo'lsa, imberdagi formula bo'yicha 2 ko'paytirib 10 plus 1 necha bo'ladi? Endi ekranga chiqaradigan joyi print fx ishlatamiz. Mana 21 degan qiymat chiqardi. Keyin endi satrli funksiya satr ko'rinishida yozib qo'yadigan bo'lsa, misol uchun def full name degan funksiya yaratamiz. Misol uchun 4 dana parametr: first name, last name, email, keyin major, year. Bizlarga ko'ra last name bo'lsa bo'ldi, ikkisi. Vazifasi print. Bizning ekranimizda full name is first name and last name is shunday deb chiqarsin. Ekranga ishlatamiz. Full name misol uchun Aziza Abdullayeva. Aziza degan birinchi parametr bu yerda first name da turibdi. Last name da Abdullayeva. Mana ishlatamiz. Bizlara bu funksiyamiz full name is Aziza deb, last name is Abdullayeva deb chiqarib beradi. Mana Aziza Abdullayeva. Aynan shu narsa full name bu Azizadanmiz, Anora Bahodirova. Ishlatamiz. Aynan shu struktura faqat Aziza bilan Abdullayeva degan parametrlarda o'zgarish bo'ldi. Anora Bahodirova deb chiqardi. Tushunarli bo'ldimi? Endi xo'sh, default qiymatni qo'yish. Default qiymat quyidagicha, misol uchun kurs teng 1 degan boshlang'ich qiymatni qo'yib qo'y. Ishlatamiz. Aynan shuni o'zinda first name bir qiymat berib qo'yamiz. Misol uchun first name Bahodir deb qo'yamiz. Keyin full name demisdan Bahodir Bahodirova deb yozamiz, faqat bunga ikkinchi parametr qo'yib ketamiz. Full name, xo'sh, virgul qo'yamiz. Xo'sh, first name non deb qo'ysak bo'lardi. Non, keyin xo'sh, mana endi Dosimov. Ishlatamiz uchinchisini. Xo'sh, bu yerda last name da last name uchun ham boshlang'ich qiymat berish kerak ekan. Teng misol uchun Bahodir Ibragimov. Mana first name ham boshlang'ich qiymat berdik. E'lon etgan vaqtimizda last name ham ikki parametrdan ham qiymat berdik. Endi birsida ishlamadi ekan. Full name dedikda hech qanday mana bu yerdagidek Aziza yo bo'lmasa Bahodirova degan parametrlar bermadik. Ishlatamiz. Imunda esa funksiyamiz ishlab turibdi, lekin o'zini boshlang'ich default holatidagi qiymatni olib turibdi. Shunday ders. Default qiymatni o'tdik. Keyin ixtiyoriy argumentlar. Ya'ni biza oldindan nechta argument borligini bilmasak,
ishlatsak bo'ladigan holat. Ya'ni yulduzcha Argus arxitekturasi. Xo'sh, davom etamiz. Misol uchun bizada def sum degan funksiyamiz bor. Qaranglar, funksiya ishlatgan vaqtda necha parametr yaratadigan bo'lsak, shuncha parametr bilan chaqirishimiz to'g'ri keladi. 2 parametr bilan yaratdikmi, demak ularni 2 argument bilan ishlatamiz. 3 parametrmi? 3 parametr. Agar ortiqcha yoki yetmay qoladigan bo'lsa, qanday bunday default holatlar bermaydigan bo'lsak, u holda funksiyamizda chaqirganda xatolikqa yo'l tutamiz. Misol uchun, bizada a b c degan funksiyamiz bor. Return abc. Ya'ni qiymatni qaytaramiz. Print qilamiz. Print sum 1,3,4 desak xatolik bo'ladi. Chunki bu yerda xatoligimiz mana shu 3 ta parametr bo'lib, biza 4 ta argument, ya'ni 4 ta qiymat berib turibmiz. Ishlatadigan bo'lsak, mana shu yerda sum takes 3 positional argument but 4 were given deb qo'ydi. Bu degani 3 parametr qabul qilishi kerak, lekin sen 4 parametr berib qo'ysan degan. Endi qarang. Biza aynan shunday holatda, misol uchun 10 dona son bersak 10nisini yig'indisi, 5 dona son bersak 5sini yig'indisini hisoblash uchun bu yerda yulduzcha Argus degan kalit so'zdan foydalanamiz. Va ishlatganimizda bu xuddi ana shu Argusimiz list ko'rinishida ishlaydi. Misol uchun biz for x in Argus bu listni ishlatishni ko'rgansizlar. Shu yerda bir o'zgaruvchi ochali yig'indini hisoblab berish uchun s plus teng s teng 0 Argus degandan keyin s plus teng x oxirinda fordan keyin return qilsin s ni. Mana bo'ldi. Biz 3 parametr bersak 3 ni, 4 ni bersak 4 ni, 5 ni bersak 5 ni, 6 ni bersak 6 ni ishlab beradi. Hech qanday xatolik sodir bo'lmaydi. Oxiridan ishlatamiz. Yana 1 dan 6 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 21. 7-sini qo'shamiz. 7. 10-sini qo'shdik. Mana 10 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 55. Necha parametr bersak, shunchasini qabul qilish imkoniyati. Bunda agar qaysidir argumentlarini qiymat beradigan bo'lsak yoki argumentlarni alohida chaqirib olacak bo'lsak, biz misol uchun a teng Argus ni 0-indeksi yoki 1-indeksi, ya'ni imberdagi 1-argument, 2-argument sifatida ishlatishimiz mumkin. Xuddi tasavvur qiling, list turibdi bu yerda. Keyingi ixtiyoriy kalit qiymatli, ya'ni dictionary'ga o'xshash holatlar. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Yana ikkita yulduzcha, boya biz bitta yulduzcha Argus deb qo'ydik. Bu yerda ikkita yulduzcha guruhlar. Keyin print guruhlarda ekranga chiqarib turibdi. Endi chaqirgan vaqtimizda necha parametr borligini bilamiz. Misol uchun yo'nalish.kiditi guruh 1 211, guruh 2 212 ko'rinishida chaqirib turibmiz. Bu bizlara quyidagicha natija ko'rsatadi. Ya'ni yo'nalish bu kalit, kiditi qiymat, guruh 1 kalit 211 qiymat, guruh 2 kalit 212 qiymat ko'rinishida ishlatilsangizda bo'ladi. Keyin vaqtimiz bormi? 1 minutimiz qoldi ekan. Lambda funksiyalarimiz. Lambda funksiyalarimiz demak nomi nomsiz funksiya bo'lib, demak istalgancha argument qabul qiladi, lekin faqat bitta ifodani amalga oshiradi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, demak strukturasi lambda argumentlar va ifoda. Xo'sh. Lambda misol uchun kvadratlar teng lambda funksiyasi 2 parametr emas, bizda birgina parametr va mana shu kalitda x ko'paygan kvadrat. Print qilamiz. Print q3. Ya'ni 3 ni kvadratini hisoblab beradi.
Print 3 shu ko'rinishda. Misol uchun, b qiymat qaytarib turibdi, e'tibor bergan bo'lsangizlar. Xo'sh, mana x mana shu parametrda bunda qaytadigan qiymati. Endi bu aynan shu argumentimiz bilan bu yerda alternativ bo'lgan oddiy funksiyamizni yaratilishi. Endi bu kodlarni yozishda ixchamlilik hamda bu tez kod yozishga asoslangan bo'ladi. Misol uchun bizada listimiz bor. Mana shu list. Endi shu listimizni map funksiyasi yordamida va lambda funksiya yordamida quyidagicha ko'rsatib turibmiz. Qaraymiz, mana lambda ani kvadrati va mylist map qiladiganimiz, demak bizlara